Avvalgi videolarimizda mana shu xonadonga kelgan edik. Shu xonadonni ko'rib, qanaqa tosh ketadi, qanaqa fasonda qilish kerakligi bo'yicha tavsiyalarimizni berdik. Tavsiyamizga asosan ular 3D fason tanladi. Oq-qora rangdagisi, so'kiliga esa qora BSK fasonni tanlashdi. Bular esa mana shu fasadni plitkani mana qilib beryapmiz. Bular esa mana utublit xohlaganida ichiga utublit tizimini ham qo'yib ketyapmiz. Kommentda yozishlaring bo'yicha bu o'ta zamondan ortda qolgan yoki bo'lmasa juda qimmat deysizlar. Bu qimmatligi sababi bunga ishlatiladigan mahsulotlar. Bizning mahsulotlarimiz 30 mingdan ham bor. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz 30 mingdan 100 minggacha mahsulotlarimiz narxlari turadi. Mijozlarimiz talabidan kelib chiqib turib, fasadni pletkadan tashqari termotraverting mahsulotlarni ham ishlab chiqarishni boshladik. Yana sizga shuni aytamizki, bu uyning to'liq obzorini uy bitgandan keyin sizlarga taqdim etamiz. Agarda sizga ham mana shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.